Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan kosmik tezliklar mavzusini o'rganamiz. Dastlab bu mavzuni 3 darajaga bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi kosmik tezlik, ikkinchi kosmik tezlik va uchinchi kosmik tezlik. Birinchi kosmik tezlik bu jismning sayyora atrofida aylana orbita bo'ylab harakat qilish uchun kerak bo'ladigan eng kichik tezlik. Raketa yoki sun'iy yo'ldosh Yerga qulab tushmaydi va undan uzoqlashib ham ketmaydi. U orbitada aylanib yuradi. Ya'ni birinchi kosmik tezlikning Yer uchun qiymati o'sha v1 7,9 km/soatga teng. Jism orbitada aylanish uchun markazga intilma kuchi va tortish kuchi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Agar tezlik kam bo'lsa, Yerga tushib ketadi, ko'p bo'lsa orbitadan chiqib ketadi. Ya'ni Sputnik u 1957-yilda birinchi sun'iy yo'ldosh aynan shu tezlikda uchgan. Birinchi kosmik tezlik ya'ni ning umumiy nimasi J'miz o'sha 6,67 darajasi -1, ya'ni gravitatsion doimiysi, m sayyora massasi, r radiusi va J'miz 9,8 m/s² erkin tushishi keltirilgan. Ya'ni buni keltirib chiqarishimizda f J'miz m ya'ni sayyora massasi ko'paygan m taqsim r kvadrat, ya'ni tortish kuchi hisoblanadi. F esa o'sha markazga intilma kuch m kvadrat taqsim r hisoblanadi. Bunda f J'mizni f s ga tenglaganimizda v barobar ildizosi m taqsim r kvadrat r ekanligi kelib chiqadi. Birinchi kosmik tezlik jismning massasiga bog'liq emas, kattaligi ham kichigi ham bir xil tezlikda orbitaga chiqadi. Bu Galileoning erkin tushish qonuniga o'xshash. Birinchi kosmik tezlikka masala ko'radigan bo'lsak, Yer radiusi 6400 km, erkin tushish tezlanishi 9,8 m/s² ekanligi berilgan bo'lsa, birinchi kosmik tezlikni toping degan masala berilibdi. Ya'ni bunda o'sha formulaga qo'yganimizda 7,9 km/s ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchi kosmik tezlik bu jismning sayyora tortish kuchidan butunlay chiqib ketish uchun kerak bo'ladigan eng kichik tezlik. Bu tezlik qochish tezligi deb ham ataladi. Jism bu tezlikdan oshsa, u kosmosga abadiy yo'lga tushadi. Ya'ni bunda taqqoslaganimizda v1 7,9 km/s, v2 11,2 km/s. Ya'ni bularning umumiy farqi 3,3 km/s ekanligi kelib chiqyapti. Ya'ni uni fizikaviy ma'nosi jism qochib ketish uchun uning kinetik energiyasi sayyoraning gravitatsion potensial energiyasiga kamida teng bo'lishi kerak. Bu shart bajarilganda jism cheksiz masofaga chiqib ketadi. Ikkinchi kosmik tezlikka masala ko'radigan bo'lsak, ya'ni energiya orqali keltirib chiqarish kinetik energiya, ya'ni m kvadrat taqsim 2 gravitatsion potensial Jm taqsim r shartimiz, ya'ni kinetik energiyani o'sha potensial energiyaga tenglaganimizda, ya'ni soddalashtirganimizda umumiy v teng 2 Jm taqsim r ekanligi kelib chiqyapti. Ya'ni bunda ikkinchi kosmik tezlik birinchi kosmik tezlikdan ildizosi 2 marta katta. Bu aloqa formulalarini eslab qolishni osonlashtiradi. Ikkinchi kosmik tezlikka masala ko'radigan bo'lsak, Yer uchun ikkinchi kosmik tezlikni toping degan masala berilgan. Ya'ni bunda J'mizning qiymati 9,8, radiusimiz 6,4 ko'paygan 10 darajasi 6 metr. Ya'ni buni formulaga qo'yganimizda umumiy tezligimiz 11,2 km/s ekanligi kelib chiqyapti. Uchinchi kosmik tezlik esa bu jismning nafaqat Yer tortishish kuchidan, balki butun Quyosh sistemasidan ham chiqib ketish uchun kerak bo'ladigan minimal tezlik. Bu eng katta kosmik tezlik bo'lib, yulduzlar aro fazoga chiqish uchun zarur. Ya'ni bunda jism nima qilish kerak? Yer tortish kuchidan chiqishi, Quyosh atrofidagi orbitadan chiqishi, yulduzlar aro fazoga yo'l olishi kerak. Ya'ni bunga real misolni ko'rib o'tadigan bo'lsak, Voyager, ya'ni u 1977-yilda insoniyat yaratgan eng uzoqqa uchgan apparat hisoblanadi. U 3-kosmik tezlikdan oshib, hozir Quyosh sistemasidan chiqib ketgan. Ya'ni 3-kosmik tezligimizning qiymati 16,7 km/s ga teng. 3-kosmik tezlik
Nima uchun murakkab deganimizda, 3-kosmik tezlikni hisoblash murakkab, chunki Yer Quyosh atrofida o'zi ham harakatlanadi. Hisoblashda Yerning Quyosh atrofidagi orbital tezligi hisobga olinmaydi. Shuning uchun amalda raketa Yerning orbital harakatidan foydalanadi. Masalan, kosmik apparat Quyosh sistemasidan chiqib ketish uchun Yerdan qanday minimal tezlik kerak degan masala ko'radigan bo'lsak, o'sha nazariy qiymatdan foydalanganimizda o'sha 16,7 km/soat ekanligi kelib chiqyapti. Bunda o'sha kosmik tezliklarning taqqoslanishida birinchi kosmik tezligimiz 7,9 km/soat, ikkinchi kosmik tezligimiz 11/2 km/soat, ya'ni bu Yerdan butunlay chiqib ketish uchun. Uchinchi kosmik tezligimiz 16,7 km/soat, Quyosh sistemasidan chiqib ketish uchun kerak bo'lyapti. Ya'ni bunda o'sha tezliklarning vizual nimasini ko'rishimiz mumkin. Muhim eslatmalarni ko'radigan bo'lsak, massada mustaqil, ya'ni kosmik tezlik jismning massasiga bog'liq emas. Og'ir raketa ham, yengil yo'ldosh ham bir xil tezlikni talab qiladi. Keyin radiusga teskari bog'liqligini ko'radigan bo'lsak, radius kattalashsa kosmik tezlik kamayadi. Shuning uchun balandroq orbitadan uchish osonroq. Sayyora massasi katta bo'lsa tortish kuchli, kosmik tezlik ham oshadi. Masalan, Yupiterda V1 tezligi ancha katta bo'ladi. Oyning massasi va radiusi kichik. Shuning uchun Oydagi birinchi kosmik tezlik 1,68 km/soat. Ya'ni bunda qiziqarli ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi sun'iy yo'ldosh Sovet ittifoqi tomonidan uchiriladi. Yer atrofida 96 daqiqa davomida aylanadi u. Keyingisi esa Yuriy Gagarin 1961-yil. Birinchi kosmonavt Vostok 1 kemasi bilan Yer atrofida 108 daqiqa uchadi va sog'-omon qaytib keladi. Keyingisi esa buningki 7,9 km/soat ekanligi kelib chiqyapti Yuriy Gagarindagi. Voyagerni ko'radigan bo'lsak, insoniyat yaratgan eng uzoqqa uchgan kosmik apparat hozir Quyosh sistemasidan tashqarida, ya'ni 1977-yil uchirilgan. Keyingisi esa hozirgisi eng mashhur kosmik tashkilotlar SpaceX qayta ishlatuvchi raketalar yaratadi. Ya'ni bunda birinchi kosmik tezligimiz Yer orbitasidan chiqishi keltirilgan va uning qiymati 7,9 km/soat. Ikkinchi tezligimiz esa 11,2 km/soat. Uchinchisi esa 16,7 km/soat ekanligi kelib chiqqan. Asosiy tushunchalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.